Assalomu alaykum kivi ishqibozlari. Mana gold kivimiz o'zi pishib yetildi bu. Pishib yetildi bu. Solish nimasi mana shunchalik soladi. Nihoyatda serhosil. Nihoyatda serhosil. Mana buni ichi sariq limonli bo'lganligi uchun, buni tillorangligi uchun gold deb aytiladi. Mana ko'rishlaring mumkin mevasini. Sariq. Xuddi shunday bo'ladi mevasini ichi. Xuddi shunday bo'ladi mana. Shu mevasi kattaligi o'rtacha, bittasi 90-100 grammga to'g'ri keladi. O'rtacha yaxshi suvlik. Bu shirin bo'ladi bu. Bemalol buni bir kishi 5-6 ta yeyishi mumkin. Lekin Hayverdda bunaqangi emas. Hayverdni ham obzor qilib ko'rsatamiz.